Bugungi kunda ko'pchilik Samsung smartfon sotib oladi, lekin bitta muammosi bor. Qutidan zaryadkasi chiqmaydi. Shu sabab odamlar boshqa telefon zaryadkalaridan foydalanishni boshlaydi. Lekin savol tug'iladi. Bu qanchalik xavfsiz? Aslida hammasi zaryadkaning sifatiga bog'liq. Agar siz sifatli, original adapter ishlatsangiz, masalan, Anker yoki Xiaomi kabi brendlar bo'lsa, hech qanday muammo yo'q. Chunki zamonaviy telefonlar ichida maxsus himoya tizimi bor. Ular kerakli tokni o'zi oladi va ortiqcha kuchlanishni qabul qilmaydi. Lekin arzon, noma'lum yoki soxta zaryadkalardan foydalanish bu katta xato. Bunday adapterlar telefonni qizdiradi, batareyani tez ishdan chiqaradi, hatto ichki plataga zarar yetkazishi mumkin. Yana bir muhim narsa tez zaryadlash texnologiyasi. Samsung telefonlari asosan 25 watt yoki 45 watt power delivery'ni qo'llab-quvvatlaydi. Agar siz oddiy kuchsiz adapter ishlatsangiz, telefon shunchaki sekin zaryad oladi, lekin zarar bo'lmaydi. Xulosa shuki, boshqa zaryadka ishlatish mumkin, lekin faqat sifatli va mos bo'lsa, aks holda tejamkorlik deb o'ylagan narsangiz keyinchalik qimmatga tushishi mumkin. Agar sizga Bekmobildagi barcha smartfonlarning narxi qiziq bo'lsa, kommentariyaga narx so'zini yozib qoldiring. Biz sizning shaxsiy xabaringizga narxlar tushirilgan Telegram kanal havolasini tashlab beramiz. Rossiya Federatsiyasi bo'ylab bizda yetkazib berish xizmati mavjud. Ekraningizda ko'rib turgan ushbu raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering.